Xo'p, bu Louis Vuitton sipochkangiz aka 1 million 300 dan qilib beraman 1 grammini, ha? 1 million 300? Aha. Avval o'tgan yil olgan o'zi 1 million 100 oldimi aka? O'tgan yil tillar narxi ancha arzon bo'lganda, aka. 796, xo'p, 750 proba, buni 1 million 300 dan dedimi? 1 million 300 dan. 10 million 348 ming bo'pti. Xo'p, 10 million 350 lik. Xo'p, 585 proba uzugingizni 1 milliondan qilib beraman buni. 158 ekan, bunga kalkulyator shart emas. 1 million 580, 1 million 600, ha, tekis qoldim aka. 10 million 350, 100 1 million 600. Keyin aka, kumush ham bor edi. 11 million 950 botdan. Bering kumushingizni ham ko'ramiz. Taqilmagan bo'lak aka, yangi korobkasida ham. Buni taqmaganmidi? Yo'q, avvalida sizlar. Yoqmagan ekanda, bu qizingizga endi. Qiz yoqmagan aka. Shuning uchun bermadingizmi? Toshlar rosa ko'p ekan. Arzon bo'ladi lekin aka, qani, nech pul olgansiz bu ikkalasini? 100 ga yaqin, 100 dollarga. 100 dollarga olgansiz uka. Necha gram bu aka? Biz bunaqa lekin qimmat olmaymiz aka. Oho, tillarni arzon olgan ekansiz, kumush qimmat olib qo'ygan ekansiz. Xo'p, qarang, 11 million 950 tillangiz bo'ldi. 11.61 20 ming so'mdan qilib bera olaman lekin aka, kumushni. Patolog 232 ming chiqadi. Eksperiyaksiyasi ham bir. 250 da aka. Mayli, o'z tijorat narxlatdim, kumush arzonroq tushdi lekin. 250 ming. Kumush o'zi arzon, endi men hijolatdan olman, arzon hisoblash yoki. Xo'p, 11 million 950 ming. 15 mingdan olamiz dedi. Kumush 10 mingdan olamiz aka. Mana yaxshi narsa bo'lgan, izlab sotib olaman. 20 mingdan olib qoldim aka. 12 million 200 botni kumushingiz bilan tillalaringiz aka. Bo'ldi, to'g'ri yil, bak, o'z foyda bo'ldi shuni o'zidan. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, 12 million 200 da tilla olgan ekansiz, ha? Tilla kumush aka. Xo'p, qarang, bitta 10 million. Yana men sizga 2 million 200 berishim kerak. Mana bu 2 million 200, общий kelishilganda 12 million 200 aka. Bo'ldi aka, rahmat ko'p. Sog' bo'ling aka, charchamang. Agar sizlarga ham shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, yoki kumushlar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.